bir akamiz o'zi bizga aytib bergan edi. Balkim mana shu jamoatda bo'lsa ham kerak. Bir oshnasi bilan zapravka ishlatishar ekan. Zapravka bu 20 yil avvalgi bo'lgan voqea. Zapravkada rosa ko'p benzin sotishar ekan. Oshnasi zapravkani boshlig'i ekan, o'zi kassada hisob-kitobda o'tiradigan odam ekan. Juda ham ko'p savdo qilamiz deydi. Bir kuni gohi-gohida boshlig'imiz deydi, ya'ni oshnam kelib turib, endi u paytda zapravkalarda nimasi oddiy bo'lgan, eski bir 20 yil avvalgi voqea bu. Kelib turib, zapravkani haligi benzin quyadigan moslamani tekshirib turib, ba'zi joylarini burab-burab qo'yib ketardi deydi. Biz ham endi e'tibor bermasdik, endi buzilmasin uchun qarayotgandir-da deb qo'yardik. Bir kun bir odam keldida, kelib turib idishga benzin oldi deydi. Benzin olib turib, haligi odamga bir yengil tuyuldimi olgan benzini yoki bo'lmasa bir shaytonmi, endi shayton bor, bizni haqqimizga yomon so'zlarda aytib ketdi deydi. Sizlar namoz o'qiymiz deysizlar, ba'zilaringlar soqolni qo'yib olasizlar, ammo lekin benzinni to'liq sotmaysizlar. Mana bu benzin quygan benzinim mana shu ham to'liq emas deb urishib har xil haqorat so'zlarda aytib haligi odam ketdi deydi. Hammamizni kayfiyatimiz tushib, ishimizni qilib turdik, boshlig'imiz kelib qoldi. Boshliqqa bo'lgan voqeani aytdi deydi. Mana shunaqa ish bo'ldi. Bir odam kelib, sizlar benzindan urib qolasizlar, odamlarning haqqini yeysizlar. Shuning uchun sizlar boyiysizlar degan har xil so'zlarda aytdi deydi. Shunda darrov boshlig'imiz bitta odamni o'sha xonada o'sha odamni taniysizlarmi? Ha, taniymiz. Darrov bittanglar boringlarda, agar o'sha benzinni ishlatib yubormagan bo'lsa, mana o'lchanadigan o'sha hech bir nimasi yo'q, oshiq kami yo'q bo'lgan litrlik idish borib o'lchab kelinglar. Benzin ozmi ekan, ko'pmi ekan, o'sha odam ko'rsin deb darrov bitta odam jo'natib. Borsa, haligi odam haqiqatda ishlatmagan ekan. Haligini o'lchab ko'rsa 10 litr olgan bo'lsa, misol uchun 10 litrdan ko'ra sal ozgina ko'proq ekan. Haligi odam yomon so'zlarda aytgan odam uyalib ketibdi. Kelib uzr so'rabdi. Keyin haligi ishchilar so'rabdi. Nima uchun dadil boring, tekshiring deb aytdingiz deganda aytgan ekanki, har haftada, har 10 kunda kelib turib, zapravkani ozgina o'zini haqqiga emas, balki odamlarning haqqi bizga o'tib ketib qolmasin deb turib, odamlarning haqqiga ko'proq burab qo'yardik. O'sha odam aytadiki, 6 oyning ichida $100,000 foyda qilibmiz deydi. 20 yil avvalgi davrda $100,000 ummasini, kuchini, qiymatini o'ylab qo'yaring. Ya'ni halol, pokiza ishlagani uchun odamlar yog'ilib kelib o'shalardan benzin olar ekan. Alloh taolo barakot berib qo'yibdi. U baraka Allohning alohida ne'mati. Bir odamga mol davlat berishligi mumkin, lekin o'shanga barakasini bermasa, uni foydasi yo'q bo'ladi, balki manfaati ozroq bo'ladi. Lekin Alloh taolo bir insonga ozroq bo'lsa ham dunyoni berib, lekin baraka degan ne'matini sochib qo'yadigan bo'lsa, uni manfaati ham ko'p bo'ladi va hamda insonlarga ham foydasi ko'proq tegar ekan. O'sha payg'ambarimizni qo'y boqib, o'shani orqasidan halol luqma yeyishligi o'sha sizni bizlarga bir ibrat, sizni bizlarga bir o'sha dars bo'lishligi uchun Alloh taolo o'zining eng suyukli bandasini shunday bir holatda bir tarbiya qilib qo'ygan ekan.